O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov 87 yoshda vafot etdi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Yoqub Ahmedov 87 yoshda vafot etdi. Mashhur san'atkor 1938-yilning 3-yanvar kuni Namanganda tavallud topgan. Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgandan so'ng 1958-yildan beri Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatri aktyori. 1992-yilda esa shu teatrning direktori lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Yoqub Ahmedov uzoq yillar shu ijodiy jamoada ishlash jarayonida 50 dan ortiq spektakllarda asosiy rollarni o'ynadi. Dastlab Uyg'unning Parvona asari asosida sahnalashtirilgan spektaklda Murodjon rolini o'ynagan aktyor. Bu birinchi va mustaqil roli ustida tinimsiz mehnat qildi, izlandi. U roldan rolga o'sib, keyinchalik qator ijobiy obrazlar yaratdi. Yoqub Ahmedovni keng san'at muxlislariga tanitgan ilk obraz bu Turop to'la ssenariysi asosida rejissor Yo'ldosh A'zamov tomonidan 1958-yilda suratga olingan Furqat filmidagi Furqat obrazi bo'ldi. Shundan keyin Yoqub Ahmedov kinoda 30 ga yaqin obraz yaratib, o'zbek kino san'atida ham o'z o'rniga ega bo'ldi. U yaratgan Amir Olimxon, Qora konsulning halokati, Shayx Hamsa, Sulton Ali, Mehrobdan Chayon va boshqa obrazlarni alohida ta'kidlash o'rinlidir. Shuningdek, Yoqub Ahmedov o'zbek film kino studiyasida dublyaj qilingan 400 dan ortiq filmga ovoz berdi. Taniqli san'atkor Alisher Navoiy, Ulug'bek xazinasi, Diyonat, Girdob, Ichkiyo va boshqa video filmlarda ham yetakchi rollarni ijro etdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.